Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilar. Obunachilar, bugungi videomuz Shohlayizdan bo'ladi obunachilar. Umuman elde obunachilar kommentariyada ko'pchilik yozdim ama tapchalan chiqar bahalarini deganlari uchun obunachilar birinchi ish tapchalan ko'rsatib o'tamiz. Tapchalan ko'rsatib bering. Do'stlar, kanalda yangi obuna bo'lsangiz bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. Men yaratmamda obuna bo'lmasak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmatlar. Yaxshimisiz? Qani bu tapchalarni narxlanib necha bo'lib ketdi bir bilib o'tsak. Tapchalarimiz hozir bu yerda 2 ga 3lik va 2,5 ga 3lik tapchalarimiz bor. O'zi biz zavod bahada sotamiz, bilasiz. 2 ga 3lik tapchalarimizni narxi o'zi vaqtida 2,5 million so'm sotilgan o'tgan yil bilsangiz. Yo'q. Bu yil xudo qalasa zavod bahada, u zavoddan ham arzon etib beramiz. 2 million 100 ming so'mdan 2 ga 3lik tapchani qo'yib beramiz. 2 million 100 ming so'mdan. 2 million 100 ming so'mdan. Nechanchi dedikmi? 2 ga 3lik. Obunachilar, 2 metr 3. Taxtalar qalin, shlipovka etilgan, laklar urgan. Вообще zo'r. Uyni olib ustanib ketib, dastlabki ichida bo'ladi. Dastlabki ichida. Ichida bo'ladi. 2,5 o'shlik tapchalarimiz bor, 2,5 o'shlik. Bularimiz o'zi 2 million 800 ming so'm, 3 million so'mdan sotilgan. Bularni 2,5 million so'mdan aksiyada qo'yib beramiz. Aksiyada 2,5 milliondan. 2,5 million so'mdan. Bu taxtalar ham qalin taxta bo'ladi. Hozir bu yerda ko'rsangiz tapchalarimiz ko'p. Keladi, zakaz beradi, har xil razmerda ishlab beramiz. Razmerga qarab pulni chiqaramiz. Ha, razmerga qarab. Tayinlari 2 ga 3lik va 2,5 o'shlik bor. Zakazdan ishlab berasizlar. Zakazlar ishlab beramiz. Obunachilar, yozib beringlar kommentariyada tapchalarni chiqargan tapchalar olib berasizlar. Manzilga keladigan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Bo'stondamiz. Bu yerdan kelsak Bo'ston bozor tarafdan keladigan yo'l. Bu yerdan kelsakina Domla, Qirg'izobod tarafdan keladigan yo'l Shohlayizda. Bu tapchani rahmatchalar bizning do'konimizga kelib turib, vajasa podarka etib beraman. Podarka etamizmi? Podarka etaveraman. 2 ga 3lik tapchani podarka etaman. Nug'ari. 2 ga 3lik. Sovg'a. Sovg'ami? Sovg'a. Podarka berib bilamiz. Berib bilamiz ag'a. 2 million 100 ming so'mga qo'yasiz bu? Bu asa berib bilamiz, bilasizmi? Ha. Artel do'konimizga keladi, maishiy texnika oladi, xolodilnik, konditsioner. Yuring o'zi shaxta ko'rsatamiz. Ichkari esa bu donashtirib qiziqtirdingiz, 2 million 100 ming so'm qo'ydi podarka. Kimga qiziq bo'lsa, bu yerda qarang, rahmatchalar, morojiy apparatlarimiz bor. Frezer apparatlar. Bularni zakazini olib beramiz. Zakaznoy. Bularni o'zimizga bog'lansalar, to'liq ma'lumotini telefondan tushuntirib beramiz. Morojiy ish. Har xil apparatini olib beramiz, morojiy apparatini. Morojiy ish boshmanda uchun qanday bu? Biznes. Keyin Bitoy Artel kompaniyadan hozir aksiya o'tib turibdi. Artel kompaniya qarang, 1-martdan 31-maygacha aksiya qo'ygan. Liboy bir kelib turib 1 million so'mdan yuqoriroq Bitoy texnika, maishiy texnika oladilar. BYD mashina bilan Cobalt'da keyin sayohatlari bor. Sayohatdan tashqari 24 tona sovg'a qo'yilgan. Bu 31-may kuni aniqlanadi, xudo xolasa. 31-maydami? 31-mayda. Shunda oz qoldi-ku. Xohlagan Artel magazin, Artel do'konimizga kelib turib, biz yanagi Ellikqal'ada bilasiz, birinchi darajada turadi. Bu magazin bo'ladi. Ellikqal'ada bunday magazin yo'q. Eng arzon, eng sifatli narsalar ham shu yerda. Shunda BYD Cobalt o'tib olishi mumkin. BYD Cobalt undan tashqari Misr bilan Dubayga sayohati agar One o'xshamasa 24 tona sovg'adan birovni o'tib olish imkoniyati bo'ladi. Endi tapchaning sovg'asiga keladigan bo'lsak, bu yerda konditsionerlarimiz bor, bu yerda kompyuterlarimiz, gaz plitalarimiz, hamma narsasi bor. Qarang. Men birgina tapchani aytacak yerim yo'q. Bu yerda xolodilnik oladi. Xolodilniklarimiz 6 million so'mdan yozilgan. 6 million so'mga kelib turib, shu Artel kompaniya xolodilnik olsa, men 6 million 2 million so'm kupon beraman. 2 million so'm kuponga bilasizku, bu yerda xo'st tovarimiz bor. Xo'st tovarga kirib turib, xalaga vajini olib ketadi. Xalasa rakovinasini olsin, xalasa unitazini olsin. Bu bonus shuning ichida sovg'a. Tanlab olaveradi. Mebel do'konimizga o'tamiz endi, kelinglar. Hozir to'xtab turing. 6 million so'm kishidan xolodilnikni olsa, xolodilnikni olsa 2 million so'm kuponi bor, xalasa tapchani berib beraman. Ha, xolasa tapchani olsin. Tapchani beraman. Yo'q, menda tapcham bor desa, no kerak bo'lsa o'zini olib ketaversin-ku. No kerak bo'lsa shuni olib ketadi. Xalasa shpakulyovka olib ketsin. Obunachilar, bu gaplarga like bosmasa bo'lmaydi endi. Xalasa kolodosini olib ketsin. Xalasa shlakoblogini olsin. Shu 2 million so'mlik no olsa olaversin. Shu do'kondan hamma yerini no narsa olsa o'tadi. Qarang, bu tarafimizda posudalarimiz bor. Ha, posudalar ham bor. Posudalarimiz bor. Xalasa posuda olib ketsin uyini. Xalagan posudasi, bagirmasi deysizmi, madonnasi deysizmi, hamma narsa bor. Bu yerda detskiy o'yinchoqlarimiz bor. Dekorativli panellarimiz ham bor. Biroq xalasa dekorativ panel ham shu kupondan o'tib beraman. Obunachilarga qaranglar. Bu yangilikka qaranglar. Bu yangilikni obunachilar menimcha zo'r 6 million so'm xolodilnikni olsang ham xolodilnikni bilasizlar, ham 2 million so'mlik. Endi posudalarimizni keling, mana posudalarimiz ham bu yerda. Mana posudalarimiz. Aylanib ko'rib, shu kuponni shu yerda, shu xalagan vajini ishlatib biladi.
Ha, xalagan vajina. Xalagan vajini ishlatadi. Shu men bergan kuponni shu do'kon ichida aylanaverib, xalagan vajini olsin. 2 million so'm kupon qo'lga beriladi. Novasi olaversin. Ha. Obunachilarga qaranglar. Buning yangilik yo'q obunachilar. Buni oldaysizlar. Endi posudani ko'rdingiz, endi sizga zo'rni ko'rsataman, keling. Mana, bundan qiziqtirib berdingiz kabi. Xolodilnik oldi, ag'a. Ha. 6 million so'm bor, 2 million so'm kuponi bor. Bu skuterimiz 2 million 900 ming so'm turadi. 900 ming so'm beradi, ustidan shu skuterni haydab ketadi. 2900 turadi. Ha. Xolodilnik nasıl? Ha. 900 ming so'mini bersa, shunda 900 ming so'mini olib ketaman endi. Haydab ketadi. Agar kelib turib o'zlari skuterni olaman desa, narxi 2 million 900 ming so'mdan. Ha, o'zini olamiz 2 million 900. Shunday. Xolodilnikka endi olib 6 million 2 million kupon bilan olamansa 900 ming so'm. Ana shunday. Endi qarang, bu yerda hozir bu yerni import variantlarimizni endi tuzyapmiz. Bu yerda konditsioner, har xil konditsionerlarimiz bor. Bu yog'imizda, orqa tarafimizda birinchi boksimizda milliy brend. Ya'ni O'zbekistonning birinchi darajali premium magazin vajlari. Artesh, Shivaki, Samsung, Vesta, Avalon brendlar bo'ladi. Bu yoqda o'zlarimizda turistskiy, rossiyskiy hamma narsa shu konditsioner bo'ladi. Bu taraf endi bularni hozir endi remontlayapmiz. Bu yerda sho'rning o'zida Avalon konditsioner, Zifir, Immer, Artel, Rolls, Royce, Magna, Oakma, Rio hammasi bor. 12 lik xohlagan konditsioner oladi. Narxi 5,5 million so'm. 5,5 million so'm. 5,5 dan boshlanami? 5,5 million so'm. Bu kupon ham bo'lib o'tadi. Ha, bahasi 5,5 million so'm. 5,5 Ya 2 million so'm kupon olmayman buni. Mayli, agar qarang, kupon kerak emas desa, buni o'zini zavod bahada aytib beraman. Zavod bahada bu konditsionerlarni 4 million so'mda uyga o'rnatib beraman. Ya zavod bahada bo'lsa 4 million so'm. 4 million so'mda o'rnatib beraman. Endi keling, xolodilnikning kuponini o'tamiz. Endi qaytadan. Xolodilnik kupon qarang, 2 million so'm kupon xolodilnik oldi, 2 million so'm kuponni boshlatadi. Mebellarimiz bor mana. Qalasa penal olsin, qalasa mana seyflarimiz bor. Qalasa spalnilarimiz bor. Qalasa brat shu kuxinli mebel podarki. Shu kuxinli mebel, 4 ton shu kuxinli mebelimiz xolodilnikda podarki. Sirtdan tapchan kerakmi desa. Tapchan kerak emas desa shu mebel podarki. Shu podarkimi? Podarki. Oparib o'rnatib o'zim qo'yib beraman. Javobmi? Javob ag'a, qachonlik. Obunachilarga yangiliklar zo'r boshlandi bu yerda. Podarki. Qalasa spalnilarimiz bor. Bular ham qo'shib beramiz. Qo'shamiz. Shkaf, aytibman, shu do'koncha numunasi bo'lsa 2 million so'mlik olib ketadi. Shu aytilgan vajdan olsak 7 ichida. Ketdi. Endi keling, ikkinchi etajga chiqamiz. Rahmat janob, men hozir birdan xolodilnik uchun kupon qo'yib turganim yo'q. Bizning do'konimizga keladi, kelib turib, xohlagan betoy texnikasini oladi. 5 milliondan yuqoriroq bo'lgan xolodilnik bo'lsin, konditsioner bo'lsin, kir mashin bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, 2 million so'm kuponi bor. Masalan, 2 million so'm kuponni berdik. Bu galogimiz sovg'a ketdi shuning ichida. O'g'loq qo'shib beramiz. Qalasa shuni olsin, ag'a, qalasa lyustra olsin. Qalasa stol kursi olsin, qalasa eshik olsin. Aytibman-ku, xalagan vajina ketadi. Kupon qo'lga beriladi, shu do'konning ichini bunday aksiyalar qarang, shu klientlarga yaratib berish uchun tirishib yotibmiz mana. Endi qarang, bundan birgacha podarka qo'ygandan sovg'ani men o'zlarini topshiraman shu yerda, o'zlari olib ketadi xalaganini. Shunda endi hozir Munal deb aytilmaydi. Ha. İçine Kuponni beraman, o'zi aylanib yurib, kuponni beraman. olsin do'konimizdan. İçine o'zidan no yaxshisini olsin-ku. Bu aksiyamizni necha kun qo'ysak bo'ladi, rahmatjon, 3 kun. 3 kun qo'yamiz. 3 kundan so'ng boshqa undan ham toza aksiya qo'yib beraman. 3 kundan keyin undan ham boshqasini qo'yamiz. Xudo xolasa. Uголок buna ko'p. Obunachilarga qaranglar. Uголокlar har xilundan bor. Tanlab olaveradi o'g'lim. 2 million so'mlik shunda obunachilarga kupon qaranglar. Xalaqa berishar ekansizlar. Xohlasanglar nima deydi? Skuterni olinglar, xohlasanglar lyustra olinglar. O'tgan safargi videomizda kommentariy show uchun pech qo'ydik, esingizda bo'lsa. Ha. Kommentariy o'zi videomizda 4 kun aksiya qo'ydik, bilasizmi? Ha. Lekin 4 kundan so'ng men pechkani o'ynayman 4 kun ichida demadim. Men aksiyani 4 kunga qo'yganman-da. Hozir ham kommentariy show qo'yacakman. Kommentariyaga birdan plyus o'ynayacakman. Bu aksiya 3 kun bo'ladi. Plyus qo'yamiz. Ha, plyus qo'yamiz, lekin men plyusni kommentariy 3 kundan so'ng o'ynamayman. Shuni aytib o'tacaqman. O'tgan safar muxlislar tushunmagan ekan, klientlar. Ha, shu videomiz qachon chiqsa shu vaqt aniqlanadi. Keyingi videomiz 3 kunda chiqami, 1 oyda chiqami, shuni ichida bo'ladi. Может, ertaga kuni yana chiqarib berishimiz mumkin. Shunda necha soat o'tadilar? Xudo xolasa, bizning kanalimizga, o'zimizning kanalimiz bor. Mana hozir ko'rsatamiz. Boshda plyusni ko'rsatik. Shunda
Plyus qo'yamiz bunda kommentariyga. Plyus qo'yamiz kommentariya shouga. Qani O'tgan bor? safar pechkani berdik. Havo. Pechka endi bor biron uyinda. Xudo xolasa bu safar Plyusni qo'yamiz. Plyus ham bo'lsin shu klientning uyinda. Monex Plyus qo'yamizmi? Ha, Monexni deb qo'yamiz. Buni sharti o'zimizning kanalimiz bor, Shahlar do'konimiz kanalimiz bor. Bu kanalimizga o'tib podpiska bosib, shu video bugungi videomiz ana shu profilga joylashtiriladi. Shuning uchun kommentariyada aniqlanadi. Ha, shunda obunachilarimiz endi shu shaxlaringizga ham o'tish kerak. Shaxlaringizga podpiska bosib o'tib, videoni ko'proq maksimalni tarqatib, bizning so'nggi qo'ygan videomizga kommentariy yozib, shu kommentariyani tasodifiy aniqlanadi. Obunachilar sayna shu video, hozir shu video meni kanalimda chiqadi, shu video bu kanaldan chiqadi. Shu kommentariyani obunachilar ikki kanalim obuna bo'lgan bo'lishlari shart, обязательно. So'ng shaxlaringiznikini aniqlaymiz-ku kommentariyada. Shaxlaringiznikini aniqlaymiz, keyin stroy materialni qayerdan olamiz deb aytdik-ku, ya'ni Kalodos dedik. Bu kuponimiz buyog'imizda stroy materialimiz ham bor. Bir ko'rsatib o'tdik buni. Qani? Xalasa tapchan yoqmasa mana bu magazinimizga kiradilar. Poli stroy material aga. Ha, bu poli stroy material. Stroy material ichidan xalaga majbur ishlatib ketadi. Shunda shu ichida xalagandan xalasa berdi hozir. Xalagandan xohlasa beyanlasin, xalasa tapchan. Obunachilar. Menga zo'r bo'ldi menimcha. Shunda 3 kundan keyin aniqlaymiz. 3 kundan keyin aniqlanamiz. Video qachon chiqsa aniqlaymiz. Xudo xolasa aksiyamiz 3 kun davom etadi. Aksiyamiz 3 kun davom etadi. Keyingi videoda kommentariy shouini aniqlaymiz. Esa obunachilar kommentariyani like bosamiz. G'azal bosamiz unda. Siz yo'tib turaylar.